بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Ali İmran surasi 30 oyatdan 38 oyatgacha A'udhu billahi minash shaytonir rajim Bismillahirrahmanirrahim يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد Bu ayetning qisqacha tarjimasi qiyomat kuni har bir jon ya har bir inson o'zining qilgan yaxshi amallarini topadi. U yaxshi amallari shu bo'yicha kamaytilmasdan apkilinadi. Ammo dunyoda yomon amal qilgan kishilar bo'lib qolsa, o'zi bilan bu qilgan yomon amallarning oraliqida uzoq bir vaqtning o'tishini orzu qilib ketadi. Ammo ularning orzulari qanday amalga oshsin? Qiyomat kunida hech qanday bir orzu amalga oshmaydi. Shuning uchun inson dunyoda xatoliklarga tavba qilib, yaxshi amallarni ko'p qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo sizlarni o'zidan ogohlantirdi. Gunoh ma'siyat qilish bilan Allohning azobiga duchor bo'lmanglar. Alloh bandalarga nihoyatda ko'yimchandir. Shuning uchun ularni o'zining azobidan ogohlantirdi va qo'rqitdi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Ey Allah'ın peygamberi şularga aytqin. Agar sizlar Allah'ni haqiqiy yaxshi ko'rsanglar, men Allah tarafdan elib kelgan to'g'ri dinga ichki tashqi tarafdan, moddiy, ma'naviy tarafdan, hamma tarafdan mukammal ergishinglar. Shu vaqtida sizlar Allah'ning yaxshi ko'rishi, Allah'ning muhabbatiga erishsizlar. Allah sizlarning barliq gunohlaringlarni kechirim qiladi. Allah o'zining bandalaridan xatoliklarga tövbe qilgan kishini kechirim qilguchidir, ularga bek mehribondir. Ey Allah'ın elçisi, ularga aytqin, sizlar Allohga, ya'ni Allohning buyruqlariga bo'ysunish, cheklamalardan yiroq bo'lish bilan Allohga va Allohning payg'ambari, Allohning elchisiga itoat qilinglar. Agar sizlar Allohning va Allohning payg'ambarining buyruqiga bo'ysunishdan bosh tortsanglar, Alloh subhanahu va taolo o'zining va o'zining elchisi, payg'ambarining buyrug'iga xiloflik qiluvchi kofir, gadankash badbaxtlarni ko'maydi. إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Haqiqatan Allah subhanahu va taolo Odam alayhissalomni insonlarning otasi tunji payg'ambar qilib tanladi. Farishtalarni Odam alayhissalomga hurmat sajda qildi. Va Nuh alayhissalomni zamin ahliga avatadigan tunji elchi qilib tanladi. Va İbrahim alayhissalomning oila tavobatlarini tanladi. Payg'ambarlikni ularning avlodlarida qildi. İmran aile tavabatlarını Allah tanladı. Allah subhanahu ve taala ularınki her birini öz zamanındaki kişilerden fazilet kılıp, derecesini üstün kılıp tanladı. Aşı yukarıda tilga ilingan peygamberlerden ve ularının evlatlarından, ularının yollarına ergeçken kişiler, ular Allah'ını bir bilişte, yaxşı emellerini kılışta birbirine ulaşıdığan evlatlardandır. Ular güzel ahlak, esil faziletlerini birbirinden miras alıdı, birbirinden öğünüdü. Allah subhanahu ve taala özünün bendilərinin barlıq sözlərini anlıqçıdır, ularının şərkətlərini bilib toğucudur. Şunun üçün Allah subhanahu ve taala ulardan xalığan kişini özünün fəzli rəhməti tallaydı və xalığan kişini ulardan peyğəmbərlik tallaydı. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
Ey Allah'ның peygamberi, öz vaqtida İmranның ayali, yani Meryem aleyhisselamninki anasininki degan bunu sözünü eslegin. O ayal şundaq deydi: "Ey Rabbim, men özemge, yani mushu qo'sig'imdagi hamilini xolis sening rozilig'ing uchun va hamma ishdan ozod qilib sening xizmatingni qilish va sening muqaddas o'rinlaringning, muqaddas uyingning xizmatini qilish uchun mushu qo'sig'imdagi hamilini otib etdim, sadaqa qilib etdim. Ey Rabbim, mendan mening bu sadaqamni qabul qilgin. Sen mening duoyimni anglag'uchi va niyatimni bilgichisan." Bu ayol qo'sig'idagi to'ralmining o'g'il bo'lishini orzu qilib, buni Alloh yo'lida sadaq qilib etganda, qiz bo'lib qolganlikdan Allohga uzr aytib shunday dedi: "Ey Robbim, men qiz tug'ib qoptiman." Alloh uning nima tuqqanligini nayt yaxshi bilguchidir. Endi bu ayol umid qilgan o'g'il u ayolga berilgan qizga o'xshash emas. Yani kuch-quvvatda, ilm ma'rifatda va yoritilishda. Men bu qizchaqning ismini Maryam qo'ydim va men bu qizchaqni va uningdan tug'iladigan farzandlarni sana sig'inib, sening rahmatingdan qo'g'languchi shaytonninki uningga yaqin kelishidan ziyonkashlik qilishdan sana sig'inaman, sendan panohlik tilab qilaman dedi. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah subhanahu ve taala şu Meryem aleyhisselamның anasınınki qilgan nazarsini güzel şekilde qabul qildi. Meryemni güzel şekilde o'sib yetildi. Öz bendilerden salih, yaxshi kishilarning qalbini inonga talpinadigan, mayil bo'ladigan qildi. Uningga kepillik qilishni Zakariya aleyhisselamga qildi. Zakariya aleyhisselam har qitim Meryem aleyhisselam ibodat qiladigan joyga kirgan vaqtida uning yonidan esil güzel yemekliklarni topatdi. Zakariya aleyhisselam Meryem aleyhisselamga: "Ey Meryem, sana bu rızıklar nereden geldi?" Meryem aleyhisselam onunla cevap verip: "Bu rızık bana Allah'ın tarafından geldi. Allah subhanahu ve taala özünün bendilerden xaligan kişiye hesapsız keng taşa rızık ata kılgıçıdır" dedi. Bu ayetin ilinadigan paydalar Allah'ın makamının, ordunun, kudretinin intayin katta büyükkeligi ve Allah'ın azabınınki nayet katık ikkenligi. Şunun için aqlliq odam davomliq Allohning buyrug'iga xilof qilishdan hazar qilish kerak bo'ladi. Allohni va Allohning rasulini haqiqiy yaxshi ko'rishninki hujjati, dalil, isboti nimadan iborat desa, Allohninki shariatiga, buyruqlariga ergashish cheklamalardan yiroq bo'lishdir. Ammo Allohning buyrug'iga ergashmay, Allohning cheklamalaridan yanmay, gunoh ma'siyatni turib, men Allohning rasulini yaxshi ko'raman deb bundaq bir da'voni qilsa, bu davanınki hiç qandaq faydası bo'lmaydi. Allah'ın buyrug'iga amal qilmay, men Allohni yaxshi ko'raman desa, bu quruq gapning o odamga foydasi bo'lmaydi. Yana Allah subhanahu va taolo o'zining bandalaridan xoligan kishini fazilatda va martabaga tanladi, xoliganlarni payg'ambarlik tanladi, ibodat tanladi. Bu Allohning o'zining cheksiz hikmati va ko'yinishi rahmati bilan bo'ldi. Allah subhanahu va taolo ularni odatdan tashqari ba'zi bir alomatlar va mo'jizalarga xos qiladi. Allah subhanahu va taolo har birimizni taqvodor, Allah'ın buyruqlarına to'liq bo'ysunadigan, cheklamalardan yanadigan mu'minlarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.